Assalomu alaykum, hurmatli Ideal Agrar kanalining kuzatuvchilari. Ismim Javohir. Xudo xohlasa bu yog'iga katta og'alarimizni vaqtlari bo'lmay qolgan paytda sizlarga zeriktirib qo'ymaslik uchun qiziqarli, foydali videolar, kontentlar, ma'lumotlar berib turishga harakat qilaman. Xo'p, bugungi manzilimiz Jizzaxdagi Jasurbek akaning xo'jaliklari. Bu kishini adreslarini ko'pchilik yaxshi biladi eski oldingi videomizdan. To'ra Sulaymonni vatani bo'lgan Baxmaldamiz. To'ra Sulaymonni tanimaydiganlar chaman ichida bir gul bir yon chaman bir yana degan qo'shiqni matnini egalari hisoblanadi. Shoir, jurnalist inson. Xo'p, bugun nimani yoritamiz deganda, bugun Jasurbek akamizni silos bosish jarayonini ko'rib chiqamiz, yoritib berishga harakat qilamiz. Undan tashqari o'tgan safargi videodan keyin qanchalik o'zgarish bo'lgan, nimadan rozi akamiz, nimadan norozi, qanaqa yangi bilimlar olgan. Undan ham tashqari yana bir qiziq video. Hali bu haqida menimcha O'zbekistondan kontent chiqqani yo'q. Silermittil deyiladi nemislarda. O'sha Ismoil akam aytgan sut bakteriyalari. O'zbekistonda ko'pchilik sut bakteriya deb tanidi. O'sha mahsulotimizni bugun foydalanish jarayonidan ozgina sizlarga video qilib yoritib beramiz. Mana Jasurbek akani xo'jaliklariga yetib keldik. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Silos bosish uchun planlar Yordamga, yordamga shunaqa yama deydimi? O'zimizda yamasi shunaqa. Prikos. Endi bizda o'zi aslida silos yama Ismoil aka Ideal Agrarni tavsiyasi bo'yicha tepada bo'lish kerak edi. Bizlarda joy muammo bo'lgani hisobiga pastga qilib qo'ya qoldik. Klinkalar tortib olganmiz. Ismoil aka bas pastga tusha qolay. Mana o'sha klinkani oxirigacha nima qilish kerak emas dedi. 1,5 metr, 1 metr qochirib nima qilsa bo'ladi deb devoriga ham kerak deganiga devoriga ham qildik. Hozir bu 12 metrmi shu atrofida. Ya'ni bosib bo'lgandan keyin bu tarafda klinkasi bu tarafga boradi, bu yoqdagi bu yoqqa keladi. Bir-biriga bunaqa bo'ladi. Ikki yondagi ikki tarafga bo'ladi. Ustidan yana qo'shimchasiga tortamiz. Men drenaj qilganmiz, kolodis. Bu movoda suv chiqadi-yu endi. Zak chiqib ketishda iloji yo'q. O'shaning uchun men bu yerda 3 metrdan ikkita kolodis qilganmiz, 6 metrga. Suv yig'ilsa, shu yerga tushib singib ketaveradi. Qancha chuqurmi bu? Nimasi bu? 3 metr bu. 3 metr. 3 metr, lekin teshiklari bor to'liq. Nima bilan to'ldirilgan? Shavol bu nima bu? Yo'q, kolodis tashlangan. O'shani ichiga tashlangan. Havo shtop havo qolmaslik kerak edi, silos ichiga chiqmaslik uchun. Bu yerdan nima bo'ladi? Suv ketish uchun nima qilingan xolos. Tushunarli. G'ishop kelib qo'yganmiz. Bizda boshqa variant yo'q edi. Loy qiladigan bo'lsak, har yillik hamma joy loy bo'ladi, boshqa. Ustiga bos. Internetda ko'rsak, kimdir g'ish bosgan ekan o'shanga. Bizga qulayroq bo'ldi g'ish. Ham og'ir 23 tonnami, 25 tonna g'ish bor shu yerda. 5000, 6000 talar g'ish bordi. Bu degani silosni bosishi ham mahkam bo'ladi, havo kirishini ham oldini oladi. Qo'shimchasiga hozir nima bakteriya edi nomi? Sut bakteriyalar. Sut bakteriyalarni oldik. Buni sinab ko'ramiz, xudo xolasa. Birinchi yil, birinchi marta silos bosishimiz. O'sha bilan sinab ko'rib, natijalarni xudo xolasa bo'lishib borishga harakat qilamiz. Yana qolganini ham yoritib boramiz. Silos bosish jarayoni boshlanguncha ozgina ferma chorva haqida gaplashib turamiz. Buqachilik. Jasurbek aka, o'tgan safargi videomizdan keyin qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? O'tgan safar endi yaxshi ketgan video. O'tgan safargidan keyin o'zgarish past bo'lmadi. Bir o'zgarish qildik, neudachni bo'ldi. Nima edi u? Soya qildik, xullas soyani shamol ko'tarib ketdi, yirtilib ketdi. Shu bilan qoldi. Bollar paka yaxshi, har zaman yerga
ozroq suv sepib qo'yibmiz, ana changimasligi uchun, plus ana zaxtirab, salqinroq bo'lish uchun. Mollar yaxshi o'zgaryapti. Mana o'tgan safar azam men bular bilmayman qancha edi, endi hozir voy vesi qancha chiqadi, 200 kilo chiqadimi bilmayman. Taroziga qo'yib turasiz? Choy o'shandan keyin qo'ymaganman, to'g'risi. Ana vaqt bo'lgan, lekin tarozim bor. Xudo xolasa, sinaj bosdik undan keyin. Mana shu. Hozir o'sha sinaj berib turibmiz. Silos bosishimiz bar arzon tushadi. Har xil yem bo'lmaydi. Yemlar aralashgan har xil yem bo'lmaydi. Nima yem bu aka? Ideal bu ideal ko'rim. Bittasiga bir kunda 4,5 kilo ideal ko'rim. Ketadi. Hisoblaydi. Nechta qo'shimchasiga hozir 42 ta. Qo'shimchasiga shu sinajni o'zi hozircha. Endi silos bosadigan bo'lsa, silosni bosishimdan maqsad birinchidan arzon tushadi sezon vaqti. Ikkinchidan bir xil nimadagi silos deydi-da. Chunki har joydan chaqirardim men. Oyiga 20 kunlarda 25 tonnadan olib turardim. 20-25 kunda 1 tonnadan. Har xil joydan chaqirasiz, ichida qaysidadir sifati yaxshi, qaysidadir sifati yomon. Shuning uchun o'zimiz bosyapmiz. Qo'shimchasiga mana bu hozirgi sut nima edi? Sut bakteriyalar. Sut bakteriyalar zo'r deganiga o'shandan ham xudo xolasa natijalarini nima qilamiz. Qanday o'zi birinchi marta silos bosish bu qo'rquv nimadir bo'ldi? Yo'q, ideal ko'rim bor. Ana ideal agrar bor. Ismoil aka bor, Ismoil akadir. Maslahatlashib turibmiz. Nima tavsiya bersa o'shani qilib turibmiz. Endi faqat yama u yoqda aytgani bo'yicha bo'lmadi, sababi bizda yer sal torroq, muammo bo'lgani hisobiga pastda qilib qo'ya qoldik. Kasbek aka, menga bitta narsa qiziq bo'lyapti, bilmadim boshqalarga ham qiziqmi? Bu qadaringiz haybatli-da. Haybati bor. Mana bu reshotkalarning oldida turganda boya keldim-ku, bunday keldi. Nito qarab keldi-da menga. Men o'yladim bu o'zini даже qashlansa ham mana odam qo'rqadigan nima bor? Shunaqa holat bo'ladimi hech? Yo'q, chiqib qarasa ham ancha katta ekan. Yo'q, chiqib ketish yo'q, lekin e'tibor bersangiz nimalarda ancha u tarafga nima qilib qo'ygan, qayirib qo'ygan. Sal agressivni bo'lib qolar ekan kattaroq o'rgandan keyin men yuvashroq bo'lsa kerak deb o'ylasam, hozir ichiga kirsak shohlaydi-da. Ana 1-2 marta mana bu stoykalarni qo'yishimizda zo'rg'a ajratib oldik-da. Toyoqqa ham hech narsa qaytmaydi. Bosadi. No, qashlaydigan nimachasi bitta qo'yib qo'yganmiz. Endi qo'lda imkoniyati yo'q. Suvi tez-tez almashadi lekin suv bu yoqda. U yoqda. Endi bular ishlamaydi sababi mol qachon suvni yaxshi ichadi, qachonki ana Ismoil aka aytadi, maza qilib ana erkin og'zini to'ldirib ichsa, maza qilib. Endi bunda to'ldirib ichishga iloji yo'q-da, ana simirib ichishga to'g'ri kelib qoladi. O'shaning uchun bularni to'xtatib qo'ydik-da, u tarafdan oxirga qo'ya qoldik. Videolarda ko'rgan bo'lsalaring, bunaqa turishi bu ishlamayotgani uchun bemalol turibdi. Ko'pchilik o'ylashi mumkin, suv tozamas ekan, boshqamas ekan. Yo'q, bu ishlamaydi. U yoqqa qo'yib qo'yganmiz suvni. Chunki erkin ichsa, maza qilib og'zi to'lib ichadigan bo'lsa, ana chanqog'i bosiladi-da. O'zingiz ham turib ichgani olib tortsangiz, buni maza qilmaysiz. Jasurbek, bitta endi odatda bunaqa savol berib narx masalasiga o'tmaymiz. Silosga yama sizga qanaqa narxga aylanyapti hozir? Ko'pchilik masalan o'zim ham ko'rishda yama qanaqa narx bo'lar ekan? Aka, to'g'risi hozir bu yerga 400 tonnadan 500 tonna atrofida mo'ljallab turibmiz. 22 metrga 6 metrmi shunaqa joyimiz. Rasxodini to'g'risi hisoblamabman. Necha pul atrofida ekan? Ustalarga 25 millionmikan, 30 millionmikan berdim. Shu beton ustasiga. Necha tonna sement ketdi? Yo'q, esimda yo'q. Ularni hisoblamaganman to'g'ri. Chunki buxgalteriya boshqa odam bor-da, yuritadigan, ularda hisobi chiqishi kerak. Sut bakteriyalarning ko'rinishi mana shunaqa rasmlarda, reklamalarimizda ham ketgan. Jasurbek aka bilan endi hozir tayyorlab ko'ramiz. Bizga osonroq bo'lishi uchun mana bunday yo'nqis olib kelib qo'yganmiz. Shu quyib olishga oson. Oddiy
Sepadigan. Da, dori sepadigan bilan ana 2 xil, 3 xilni olib kelib qo'yganmiz. Nafsak sulushi birontasi buzilib netib qolsa, qolganini ishlatishga hozir. Demak, buni 100 grammini mana bunga yaxshilab aralashtirib olamiz. Keyin bu yoqqa savorsak, buni ichida aralashib ketishi nima bo'ladi? Oson bo'ladi. Bu yerda taxminan 200 litr. Bu 100 tonna nimaga bo'lyapti-da? Silosga bo'lyapti. 100 tonna silosga 100 gram. Demak, tonnasiga 1 gram. 1 gramdan tushish kerak. Mana bu ham ichimlik suvi lekin. Ha, bu обязательно bu toza ichimlik suvi Toza bo'lishi kerak. ichimlik suvi. Nima qilib ko'rish shart emasmi? Ichib ko'rish. Ichib ko'rish. Buni qancha vaqt chaqirish kerak? Yetib qoladi. Yeb ketdimi endi? Endi buni Aralashtiramiz. aralashtiramiz. Bu demak bizda 10 ta mashinaga yetish kerak-da. O'shanda 10 tonna atrofida bitta mashinaga chiqadigan bo'lsa, 10 ta mashinaga sepib yuboramiz. Bizda Jaguarga imkoniyati bo'lmadi, ya'ni Jaguarni o'zi bilan sepishdi. Shuning uchun jaygan vaqti sepib yuboraveramiz, xudo xolasa. Ish qizg'in ketyapti. Mana bu hozir kilonka mana bu yerga to'kilganda yirtilib qolmasligi uchun gilam xolos deydimi? Shunaqa narsa to'shab hashashilar yuk kirib kelyapti. Mana traktor kutib turibdi. Shofyor aka ham qo'rqmaydi. To'pga tegib qolishiga ozgina qoldi, shunga baqir chaqir. Bitta ikkita butun donlarni olsa bo'ladi. Endi bu ham ochilgan ekan, yaxshi. To'kadi. Bu yoqdan chiqib kelib surib turibdi ichkariga. Yetmay qolgan burchaklariga ham tashab turibdi, kavushi bilan olib. Bo'lmasa, to'g'ri surib ham tashlaydi orqaga. Mana. Bemalol ketyapti. Bo'ldi, nariyoqqa. Mana ertalabdan beri o'zingiz boshida tepasida turibsiz. Shunday. Birinchi marta. Birinchi marta. Qanday aka qiyinchilik, nimani xato o'ylagan ekansiz yoki nimasini o'ylamagan ekansiz? Xato o'ylaganim, endi xato o'ylaganimiz emas, u xatomiz desak to'g'riroq bo'ladi. Sababi bizlar yerda qilganimiz. Endi bu nimadir mo'ljallab rejasini qilib qilganmiz-da. O'zi aslida kimdadir yeri kengroq bo'lsa, tepa ma'qul ekan. Tepa bo'lganda kengroq qilsa, texnikani kirib chiqishi, yaxshi bosilishi, boshqa narsalar kengroq joyda yaxshi bo'ladi. Endi tor joyga, endi bizlarniki 21 metr pogruchiga ham kirib chiqishsa nima? Agar kimdadir imkoniyati bo'lsa, yeri bo'lsa, silosni tepada qilgani yaxshiroq. Chem yamaga qilgandan ko'ra. Xudo xolasa hali yana
10 oy, 12 oy boqish rejada bor. Bundan buyog'iga yana. Ha, yana. Chunki samingilarni yemish qoldi-ku. Ha. Bu muammo emas. Sut yo'nalishiga o'tish rejamiz bor, xudo xohlasa. Qachon taroziga qo'yamiz? Taroziga nasib qilsa, vaqt bo'lishimizga ertangi issiqlik ko'ryapsiz. Sal muammo bo'lyapti. Sal salqin tushib qolsa, xudo xohlasa. Kelaman aka, xudo xolasa birga taroziga qo'yib. Hozir bir 900 kilo Beradi. Ziyodda 900 kilogrammi? Bemalol, ha. Shunday. Aka, shu bir tonna, 1,5 tonna bo'lsa, ha, ratsiondan boshqasidan hozircha ko'nglingiz to'q. nimadan? Ratsiondan. Yo'q, ratsionda gap bo'lishi mumkin emas. Sababi oson. Endi kimgadir option aytmayapman. Imminni menga oson. Ha. Tayyor yer. Ha. bas qo'shaman, ishim muammo yo'q. Uni draginkaga og'ir, nimaga og'ir, tegirmonga oson muammosi ko'proq. Menga osonroq, qulayroq shu. Ularni o'zgarishi yaxshi. Hozir bironta kasal kelmasin bular. Xudoga shukr hammasi. Mana qarang, ana yotishlarni qarang, maza qilib kun issiq bo'lsa ham 4 oyog'ini cho'zib yuboradi. Ha. Hozircha bizlar davolni Qolganlarga maslahat qilamiz ideal ko'rimga. Yaxshi. Bo'ldi, og'a, bo'lmasa, demak qiyinchilik endi aytadigan bo'lsak, bitta muammo bo'lgan shu soya qilgansiz uchib ketgan, atak. Bitta o'sha endi bu yil rejamizda bor, hali qish oldi balki chapkalar. Bo'ldi. Demak, shu oxirgi videodan keyin o'zgarish bo'lmadi. Deyarli yo'q, muammo ham bo'lgani yo'q. Xudo xolasa, yaxshi, zo'r. Bo'lmasa qolganini ham yoritib turamiz. Silos bo'yicha ham oxirigacha nima qilib boramiz. bir oy, 2 oy tursin. Ha. Bir tayyor Bo'lganda agar imkoniyatlaringiz, vaqtlaringiz bo'lsa, bo'lsa, mol degan versiyani ko'ramiz. Silosning ham natijalarini hozirgi nima deydi-ku? Ha. Sut bakteriya. Sut bakteriyalarida qanaqa effekt bo'ldi, qanaqa qildi, Ha. o'shalarni ham bir yoritib beramiz. Bo'ldi. Bo'lmasa uning uchun yana alohida kelamiz. Katta rahmat vaqt ajratganingizga. Xudo xolasa ko'rishamiz yana. O'zingni keyin tuzga cho'miltiraman keyin, Eliyar. O'zingni tuzga cho'miltiraman. Birinchi sloy tortib oldik u tarafdagi. Plyonkaning bu yoqqa. Yaxshilab tortdilaringmi? Ha, yaxshilab. Bo'ldi, davay. Endi bu tarafni sekin olinglardan tepasidan. U yerga qo'ymasdi, yana bir qator tortamiz. Pastga qo'y, pastga. Olaveramiz. Endi mana bu tarafdagi bundaysiga tashlaymiz. Mana bu tarafdagi bu yoqqa tashlaganmiz. 2 qavat eski klengalarimiz bor edi, yangi klengalarni qo'yib, demak ustidan mana shu holatda men bu nima soya qilishdi. Olib klenga tushmaslik uchun shunaqasi qo'yib chiqdik. Endi kechasi bo'lib qoldi, ana ko'rinadi. 450-460 tonna silos ketdi yerga. Bosib oldik. Klenkalari birinchi, ikkinchi qavatda, endi mana shunaqasiga qilib mana shu holatda bosilyapti. Mana silosni olib oldik. Mana shu holatda to'ldirib, cho'tka qilib, mana materiallargacha qo'yib mana shu holatda oldik. Bugun kelishda rejalar bilan boshqa xabar olib, ba'zi savollarni yozib olgandik. Lekin kelganimizdan o'sha silosni bosish jarayonlari, uni yetib kelishlari, masalan katta o'sha transport vositalarida kelyapti. Hozirgacha bir 30 ga yaqin yetib keldi. Uni tushirish, bosish, undan keyin Jasurbek akamizni o'zi hammasini tepasida turibdi. Shofyorlarni hisob kitobini qilish deysizmi yoki bolalarni o'sha yerda boshqarish, shunaqa narsalarda endi baribir o'zi mehr berib videolarda ham ko'rdilaringiz, anchagina ish bo'lyapti. O'shaning uchun juda bir kamera bilan atrofida o'ralashib,
xalaqit berib shunaqa qilib nima deydi yomon taassurot qoldirishni xohlamadik ularda. O'shaning uchun qisqaroq qilishga harakat qildik. Nasib tez kunlarda Xudo xolasa yana buqalarni taroziga qo'yish, qanaqa natija bo'lgan ideal korumdan shu paytgacha, ratsiondan umuman qanaqa natija, necha kilo ves olgan 3 oy ichida, hammasi haqida batafsil video qilamiz. Silos bilan bog'liq tajribani ham yana hozir endi issig'ida aytib oldi bir ikkita narsalarni, lekin tugagandan keyin ham, yopilgandan keyin ham bir kun o'tib, 2 kun o'tib ko'p narsa xayoliga keladi. O'shalarni ham batafsil tajribasini so'rab olamiz akadan. Endi hali shu kungacha bosmagan yangi butunlay. O'shaning uchun ko'pchilikka manfaatli bo'ladi, foydali bo'ladi degan umiddamiz. Ideal agrarni kuzatishda davom eting, bizga follow bosing, ya'ni obuna bo'lishni unutmang.